Bizni kuzatuvchilardan keladigan eng ko'p savollardan yana biri bu siydikda qon bo'lishi. Ko'pchilik yozishadi, siydikda qon bo'lishi bu xavfli kasallikmi yoki xavfli kasallik alomatimi? Albatta, agarda hech qanday sabablarsiz shunchaki siydikda qon kelib qoladigan bo'lsa, bu albatta xavfli kasallik bo'ladi. Ko'pincha onkologik kasalliklarda hech qanday og'riqlarsiz, hech qanday sabablarsiz siydikda qon bo'lib qolishi yoki qon laxtalari bo'lib qolishi bu onkologik kasalliklarda kuzatiladigan belgilarning bittasi hisoblanadi. Shuning uchun bu holatlarda biz bemorlarga tavsiya etamizki, har qanday holatda siydikda qon bo'ldimi, bu yerda sizga yaxshi yetuk malakali urolog mutaxassis yordami kerak. Sababi oddiy sistitga ham vaqtida, ya'ni xalq tilida aytganda chaqmazakka ham vaqtida e'tibor bermaslik bu keyinchalik yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. Xronik formalarga o'tib ketib, bemorlarimiz juda uzoq yillardan beri bu muammodan aziyat chekib kelishadi. Sizda ham xuddi shunday muammolarga aylanib ketishi mumkin. Shuning uchun biz sizga tavsiya beramizki, nimaki holatda bo'lmasin, agar siydikda qon bo'lyaptimi, og'riqlimi, og'riqsizmi, achish belgilari bor yoki yo'q, dizuriya, ya'ni siydishda qiyinchiliklar bor, kechasi ko'p hojatxonaga chiqish bor yoki yo'qligidan qarab o'tirmasdan, agar siydikda qon bo'ldimi, urologga borishingizni tavsiya etamiz. Bizni ko'p bemorlarimiz urologga bormasdan ginekologga, xirurgga, rayon kesimlarida juda bu dolzarb muammolardan biri bo'lib turibdi. Mutaxassis yetishmasligi sabab ma'lum bir rayonlarda urolog vazifasini, ma'lum bir holatlarda xirurg, ma'lum bir holatlarda ginekolog bu narsalarni birlashtirib yordam berishga harakat qilishadi. Aslida hammamiz biz xalqqa xizmatini qilish niyatdagi insonlarmiz. Faqat agarda sizda bu holatlar uzoq muddatdan beri kelayotgan bo'lsa, biz tavsiya qilib qolamizki, hech bo'lmaganda siz malakali urologga, agar malakali urologga ko'rilish imkoniyati yo'q bo'ladigan bo'lsa, hech bo'lmagan taqdirda oddiygina siydik yo'llarini o'zi qilish va siydik analiz topshirishni sizga tavsiya beramiz. Bu xavfli bir muammo bo'ladigan bo'lsa, har qanday rayon kesimida bo'lmasin, qishloq kesimida bo'lmasin, xavfli muammoga baribir diagnoz qo'yib berishadi. Bu masalada vrachlarning kvalifikatsiyasi yetarli. Shuning uchun o'zingiz sog'lig'ingizga e'tiborliroq bo'ling. Agarda sizlarda ham urologik muammolar bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentariyalarda yozib, o'zingizlarning izohlaringizni qoldiringlar. Biz sizlarga qo'limizdan kelgancha yordam beramiz.